Aziz vatandoshlar, kecha men Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot birlashmasiga qarashli urologiya bo'limiga davolanish uchun yotqizilganim haqida qisqagina video efir qildim va bu yerdagi bemorlar uchun yaratilgan shart va sharoitlar haqida video material qilaman deb kecha qisqagina chiqish qilgan edim. Mana shu holatlar bo'yicha hozir batafsil efir qilmoqchiman. Bu yerda sharoitlar juda ham yaxshi. Bu kundan e'tiboran yaxshilandi, to'g'rirog'i. Mana bu kundan sharoitlar yaxshilandi. Chunki bu kundan yaxshilandi deganim, kecha mana bunaqa shaxsiy javonchalar, shaxsiy buyumlarimizni qo'yish uchun hattoki shaxsiy javonchalar ham berilmadi. Mana shu javoncha bilan ta'minlash masalasi ham problema bo'ldi. Buni ham aytib mana oldik. Xudoga shukr. Chunki mana bu stulchalar ustiga qo'yish, shaxsiy buyumlaringizni yoki boshqa bir kerak-yaroqlaringizni qo'yish bu gigiyena talablariga umuman to'g'ri kelmasligini aytib, mana bu sharoitlarni ham yaratib berdilar, yaxshi. Boshqa sharoitlar ham mana xonamizni ham bu kun almashtirdilar. Yaxshi hammasi. Hamshiralar bilan birozgina muammolar yuz berdi. U ham mayli. U ham joyiga tushdi. Boshqa hammasi joyida, faqat mana shu har kuni bir mahal chiqib shaxsiy hisobimizdan ovqatlanishimizni, ya'ni cho'ntakdan ovqatlanayotganimizni hisobga olmasak, boshqa hammasi joyida. Sababi mana kechki payogimiz mana bu. Hozir kechki payt. Kechki payogimiz mana bu. Mana shu berilgan mana matrushkachada bu ovqat nafaqat kaloriyasi past, parhezbob ovqat bo'lishi bilan bir qatorda juda ham kam detskiy payokda berilyapti. Endi bu biz e'tirof etib aytishimiz kerakki, Ramazon oyi munosabati bilan davlat tomonidan davolanish uchun imtiyozli oila sifatida kelganmiz. Endi bitta savol tug'iladi. Mana shu davlat va fond tomonidan mablag' ajratilayotgan bo'lsa, demak, bemorning ovqatlanish ratsioni, ya'ni normasi, uni kaloriyasi qanaqa bo'lishi kerak degan savol bor bu yerda. Bemorni 1000 marta davolayvering, bemorni 1000 marta davolagan bilan uni pitaniyasini kuchaytirmasangiz befoyda. Buni aytib o'tirishim shart emas. Bu kun mana tekshirishlar keldi Buxoro viloyat prokuraturasidan, Oblzdravdan kelib xonalar yaxshimisizlar deb kasallar bilan birma-bir uchrashildi. Hammasi nazoratga olingan ehtimol. Shuning uchun hurmatli prezidentimizdan avvalo minnatdormiz. Mana shunday sharoitlar qilib ehtiyojmand oilalar, mana bu yerda vaqf fondi orqali kelgan ehtiyojmand oilalar anchagina. Bu davlat tomonidan yaratilayotgan bunday imkoniyatlar ehtiyojmand oilalar uchun juda katta yordam bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham davlatimizdan, prezidentimizdan minnatdormiz. Lekin baribir o'sha ajratilayotgan mablag'larni bemorlargacha yetib kelyaptimi yoki yo'qmi, buni nazoratini qilishni o'sha mas'ullarga iltimos qilib so'raymiz. Boshqa hammasi joyida. Ramazon muborak bo'lsin. Salomat bo'lasizlar o'rtoqlar. Yana bir bor prezidentimizga rahmat.